Bugungi turist endi faqat manzilga emas, balki safar qanday o'tishiga ham e'tibor beradi. Bir qarashdayoq ishonch uyg'otadigan yangilangan 19 kishilik Jaylon restyling modeli bu. $2.4 litr hajmga ega dvigatel bilan yoqilg'i sarfi o'rtacha 12-14 litrni tashkil qiladi. Salonimizga kelsak, 19 nafar yo'lovchi uchun keng va baland salon. Har bir o'rindiqlardagi qulaylik, o'rindiqlar orasidagi keng masofa va har bir qatordagi alohida deflektor tizimi, kuchli konditsioner va boshqaruv panellarigacha mavjud. Sizga bitta savol, agar siz turist yoki yo'lovchi bo'lsangiz, 5-6 soatlik yo'lda ichi keng, qulay konditsioner bor mikroavtobus tanlagan bo'larmisiz yoki ichi tor konditsioner yo'q avtobus tanlagan bo'larmisiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Aslida turist mashinani emas, undagi qulaylikni tanlaydi. 16 kishilik mikroavtobuslar 400 milliondan baland sotilib turgan bir paytda siz 19 kishilik Jaylonni 332 million 100 ming so'mga, ya'ni 40 million so'm foydasiga xarid qilishingiz mumkin. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Batafsil ma'lumot pastda ko'rsatilgan raqamlarda.